har bir insonning dini, iymoni va nomusi vatanga muhabbatdan boshlanur. Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yilda Samarqand yaqinidagi Baxshtepa qishlog'ida tug'ilgan. U yoshligidan ilmga qiziqqan, arab va fors tillarini puxta o'rganib, diniy va dunyoviy bilimlarni egallagan. Behbudiy dastlab maktab va madrasalarda tahsil olgan. Keyinchalik zamonaviy fanlarni ham o'zlashtirgan. U yangi usul maktablari ochib, o'quv dasturlariga matematika, geografiya, tarix kabi fanlarni kiritgan. U jadidchilik harakatining yetakchi vakillaridan biri bo'lib, xalqni ma'rifat va taraqqiyotga chorlagan. Behbudiy pedagog, islohotchi, jurnalist va dramaturg sifatida tanilgan. Uning Padarkush dramasi o'zbek adabiyotidagi ilk sahna asaridir. Suist ku bilan tarixdan ilhomlanib harakat qiling.